Yaxshimisiz? Qanaqa ahvolingiz? Ishlaringiz yaqinda ko'nglingizdagidek ketyaptimi? Siz turgan yerga iliq baharning qadami yetib keldimi? Nuriyat bo'lsa, qish bekli uzun. Ammo sovuq va uzun qish oylarida do'stlarimizning boshqa davlatlardan bizni yo'qlab kelishi bizga boshqacha iliqlik ilib keldi. Demak, xushallik deganimiz hargiz havoning issiq yoki sovuq bo'lganiga bog'lanib qolgan bir tuyg'u emas. Yanvar bilan fevral bo'lsa, dal qahrdan sovuqning jondan o'tadigan ishki. Talag'a chiqib faoliyat qilish tas bo'lg'achqa, nurg'unlarimiz uyda o'ltiraverib, ba'zi zerikib, yozni seg'inib ketamiz. Xudoyimga rahmat. Men turadigan shahar Norvegiyaning shimoliy qutbga yaqin bo'lgan qismida emas. Shunga oz bo'lsa-mu, oftob chiqqan kunlarni qishda ko'rib turamiz. Yaqinda hammadan bek minnatdor bo'lgan ishim bo'lsa, men Norvegiyaga ko'chib kelgandan beri har qishda Turkiyadagi do'stlarim men yolg'iz qo'ymay sayohatini meni deb Norvegiyaga o'rlashtirishi bo'ldi. Ularning kelishi bir xil ritmda davom qilayotgan oddiy turmushimga nurg'un ranglik aslama va iliq kayfiyatni qo'shdi. Qar telishni yaxshi ko'ramsiz? Men qar telishdan toza huzur olalaydigan kishilardan emas. Ammo agar Norvegiyaning qishini texmo ko'ngillik o'tkazishni xohlasam, men qar telishni o'rganib qo'yishmi yaxshi bir ish ekan deb qoldim. Chunki qar telganda atrofdagi manzaralardan huzur olg'ash, tog'ning ustidan tuvanga qarab telib tushganda tez surat yurak hayajonli tuyg'usini berib, normal turmushimizdagi besimlarimizni yeniltishga boshqacha foydasi bormikin deb o'ylayman. Albatta, salomatligimizga mu nihoyat foydali.
Қақырдан қыш ақыры түгей дәпмі қалды. Bu yılqı әт яз күткініміздің балдырақ келгенде кез қып қалдым. Bu yıl qışның балдырақ түйіпкілімі мәндәй соғуққа анчы күнәлмегенлерге яқшы бір xəbər болды. Uzun qışның әң яқшы қысымы болса, өйдә, tinchlik ichida o'zimga ayırğan vaqtım yazğa nisbatan texmi jiq bo'lishi. Hozir o'zim yozgan tamoq reseptimni sinab beqish uchun sabza pankek qilyapman. Pankekning uyg'urchasini qandoq deyishni toz o'qolmay qoldim. Reseptimda g'irdigan sabza, banan, sula, tuxumni aralashtirib, sarmayni qisitib, yumaloq shaklda tuz qozonga silib pishirib olsaqla bo'ladi. Oson va yeyishlik. Azırak varin qılay dep oyuldum. Bu meyvenin paydalары bek köp dep anlağandım. Oksidlanishga qarshi va qondagi shakar miqdorini tengshaydi degandek paydalari bor ekan. Әмді олтырып, арамлық içide bu qılğan addi g'izarımdan kitabımni o'qishni davom qilg'ach, huzur alay. O o'zi bergan va'dasi bo'yicha sizlarni o'ziga atalgan muqaddas bir xalq qildi. Bir nas to'qishdan bek huzur olaman. Qish tegishidan burun bir qancha planlagan to'qish programmalarimni tugatib olsam ekan deb o'ylayapman. Kiyim to'qish san'atisini bekli yoqtiraman. Uzun yillardan beri YouTube'da agishib,
nurg'un ilhamlarni oldim. Umaq, o'rim peramen to'qiyotgan pufaykamni purab yotidi. Bu qishda boshlagan pufaykamga bir qancha xil o'xshamaydigan yip va men eng yoqtirdigan kerishnavoy, süt rang degandek ranglarni ishlatdim. Bu pufaykani to'qish uzun vaqtimda qoldi. Ammo xo'shal bo'lgan yerim pufaykamninki asosli qismini bitirib bo'ldim. Xudoyim buyursa, eng qisqa vaqtning ichida bitirib, qo'limga chiqsa, uchimga bir kiysam deb orzu qilyapman. Mençe bugün yeterlik to'qidim. Tümbilerim, möğürlerimning ağarganını his qilyapman. Şunlashqa baldır aram elishim kerak. Hammanglarga shirin tushlar va go'zal atda tilayman. Ko'rganinglarga rahmat. Xayr xo'sh.